Yig'ishdan bo'shlardingmi? O'rta, nima? Men senga 10 samariyatini ko'rsatmoqchiman. U paytda o'tib ketgan bo'ldi. Bunaqa qilib pelada yurmaysan, yurmasang ko'rsataman. O'rtoqlar biz uchun aytgan joyimizga keldik, gilamyurish xizmatiga ketdik. Jarayonni o'z ko'zimiz bilan ko'ramiz. Do'stim, assalomu alaykum. Xush keldim, rahmat. Bu ishni yo'lga qo'yib, xotinlarni azobdan qutqarsiz, malades bo'lishibsiz. O'rtoqlar, gilam olib kelinadi. Karcherda polni bitta uyutib olinadi, musullar chiqarib olinadi, keyin mana bu apparatimizda rotor deyillar ekan, ko'pigi qorayib ketguncha kirlar ishqalinadi. Keyin o'zining maxsus shampunlari bor ekan, o'zidan yoqimli hid chiqarar ekan, qurigandan keyin ham uyingizga solib qo'ysangiz, приятный yoqimli hid chiqib turadi. Undan keyin keyingi jarayon buni o'rab turib, mana bu holatga keltirib, mana bu apparat ichiga qilinadi ekan. Bu apparat nima o'rta? Sentrifuga ekan 95% quritib berar ekan. Xizmatlari qanaqa bo'ladi? O'rta olib kelish, boshqa texnikasi yo'q odamlar bor, shunlardan qanaqadir imkoniyatlar bormi? ularni biz o'ylab chiqib, yo'lga qo'yganmiz. Dasturlarimiz bor. Faqat dasturlarmi? Olib kelib, olib borib berish dasturlarimiz bepul. Jegiza soban beriladi. Jegiza soban beriladi. Yaxshi, hazil albatta. Aloqaga chiqarasizlar, pastda nomer qoldiramiz. Manzil 10-maktabdan chiqishda to'g'rida, senda sentrda joylashgan. Poyezd o'rnishda pastda, o'rindan tushib kelishda. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Ash do'stimiz xizmatlaringda. O'rta xizmatlaring qayergacha? Hozircha Pop tumani xizmatimiz bor. Bo'ldi. Omadlaringiz. O'rtoqlar, tekshirib ko'ramiz. Salfetka yopishsa, yaxshi chiqmagan bular. Qalay?